Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda noturar 4 so'zlik yer maydoniga ega fundament quyilgan uchastka bo'ladi. Ko'rib turganingiz 20 metrga 20 metr bo'ladi. Umumiy yer maydoni 400 kvadrat metr bo'ladi. 4 so'zlikda. Narxi ham bunday qimmat emas, lokatsiyasi ham yaxshi yerda joylashgan. Fundamentlari quyilgan. Tadbirkorlik qilaman, bir biznes boshlayman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, zo'r variant. Sababi 50 million so'm narxi, ustida 1 so'm payqasi bor. Ko'rib turganingizda 100% fundamentlari bitgan, tayyor holatda. Dokumentlar ham soz, hamma narsasi joy-joyida. Qiziqqanlar bo'lsa, bizdan nomerlarga bog'lansanglar, kelib ko'rib, xarid qilsanglar bo'ladi. Bir reys tosh ham to'gilgan, tayyor turibdi. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda joylashgan. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri bo'ladi. Shu eski Shohjahon tarafdan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Ya bo'lmasa Karvondan o'tgandan keyin o'ng qo'limizda Zikashbo'ydan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Birinchi ko'chada bo'ladi. Bu tarafimiz Ikrom MDF sexi bo'ladi. MDF eshik ishlab chiqarish sexi. Bu tarafi mana shu ko'rib turgan fundamentimiz. Fasadi 20 metr bo'ladi. Do'stlar, 20 metr fundament tamom bo'lgandan keyin 5 metr, 6 metr ana shunday pojarniy xot bor. Bu tarafga ham, bu tarafga ham aloqasi yo'q, daxlsiz. Ana shunday ko'cha bo'ladi deydi, uzun ko'cha bo'ladi deydi. Orqa taraflaridan keng plashatkasi bor. Hujjatga kirmagan taqdirda bu yerlarni yo'l tushmasa, ya boshqa ketmasa, do'kon tushmasa, tekislab, akkuratni etib, bir chiroyli etib, unumli foydalansanlar bo'ladi. Bundan narx toptiravermaydi. Shuning uchun ulgurib qolamiz. Zallarni mana kengishlik qilib qo'yibdilar. Halasanglar bo'lib pedagogga kelib ishlamasanglar ham bo'laveradi. O'zingizning endi qiziqishingizga bog'liq qanday biznes bilan shug'ullanishingiz. Dokumentda hech qanday muammo yo'q. Dokumentlar hamma narsasi taxlab atlangizga o'tadi. Tayyor fundament o'zi egalari chiqqan rasxotim qoplansa bo'ldi deb turibdi. Foydasi kerak emas edi. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. O'lgirib qolamiz. Bunday yerlar kamdan kam uchraydi. Sababi tayyor biznesingizni boshlab ketsanglar bo'ladi. Qurilishini qurib, tugatib, katta zdaniya ko'rib turganingizda yer maydoni katta shaharning ichida. Bu videoni shunday noturar zdaniya qarab yurgan tanish beshar tashab qo'ysanglar bo'ladi. Qalasanglar tex qilsanglar bo'ladi, moyka qilsanglar bo'ladi. Ya bo'lmasa ishlab chiqarish sexi o'zingizni o'yinga qarab ko'rasizlar. Do'stlar, Xalqlar do'stligi ko'chasi bilan ko'rinib turibdi. Havochi market to'g'risida ko'chadan kirib kelganingizda uglovoydan keyingi zdaniya bo'ladi. Bu videoni shunday noturar zdaniya qarab yurgan, fundament qarab yurgan tanishlarga tashab qo'yamiz. Narxi вообще zo'r narxda.